travma olgansiz. Yelkamda. Travmani qanaqa oldingiz? Mashq jarayonida bo'ldimi shu narsa? Yo'q, u baxtsiz hodisa bo'ldi. Bitsepsni yelkaga ulangan muskulida ozgina ichida yirtqichcha bo'lib, suxajiliyada ozgina yirtqichcha paydo bo'lgan o'sha payt. Keyin bitta travmatolog doktor qo'ling boylab osib yurgan, qimirlatmadi dedi. Qo'limni boylab osib yurganman-da 3-4 oy. Pakoy berdi dedi. Dumkaga ham tushib qoldim. Bir muddat sal o'zimga kelishim qiyin bo'lgan. Keyin to'xta, o'zingni qo'lga ol, hammasi yaxshi bo'ladi. Boshingda bilimingni olmasa hech kim hech narsa qila olmaydi-ku. O'zingni tiklab ol deganman-da. Harakatingni qilgin deganman. Qo'limni osib yurib bo'lsa ham Allohga tavakkal qilib, rizq Allohdan deb harakatim qilganman-da. O'tirib qolmaganman. Aynan mana shu periodda meditsina, odam anatomiyasini ichiga kirib o'qishga vaqtim bo'lgan. Imенно odam anatomiyasini o'zimning ustimda o'rganishga majbur qildi. Chunki qo'lingizda o'zida odam anatomiyasida 120 xil mishniy volokna bor-da. Bitta mishniy volokningda shu narsa bo'pti. Qolgan 119 tasi sog'lom-ku harakating qilgin dedim. Mana shu Samarqand davlat bel institutida professor o'rtog'im bor. Hind o'zi MRTni ko'rdida, "Yech qo'ling" degan dedi. Turda harakating qil. Sekin, eng kichkina gantelni odatda ishla dedi, qo'ling bilan. Qon aylansin dedi. Mana shu travma menga shu travmaga aksent bermasdan yonidagi voloknalarga aksent berishni o'rgatdi. Misol uchun, bunaqasiga qilsam, og'riq sal bilinishi mumkin. Men ugilda ozgina o'zgartiraman bo'ldi. Mana shu travma menga miyamni ishlatishni o'rgatdi. Majbur bo'ldim. O'zim transformatsiyamni o'sha ugillarda to'g'ri tanlay bilishdi. Tim bo'li men o'zim bilan forma qila olaman deb o'ylamaganman. Hozir transformatsiyada ham rasm videolarda ko'rsangiz, chap tomon bilan o'ng tomonni deyarli farqi yo'q. Juda ham bir sinchkovlik bilan qaramasa.